Rossiyada erkakning boshsiz jasadi topildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, marhumning boshi tanasidan ancha uzoq masofada yotgan. Hozirda hodisa joyiga tergovchilar yetib kelgan. Angrenda noma'lum shaxslar 60 yo'l belgisini 70 ga o'zgartirib qo'ydi. Ayni paytda mazkur yo'l belgisi yangisiga almashtirilgan. Holat yuzasidan huquqbuzarni aniqlash bo'yicha surishtiruv ishlari boshlangan. Futbol bo'yicha Jahon chempionati kubogi O'zbekistonga yetib keldi. Uni hakamlik bo'yicha Jahon chempionatlari rekordchisi Ravshan Ermatov kutib olgan. Meksikada futbol o'yini vaqtida 11 kishi otib o'ldirildi. Tibbiyot xodimlari 10 kishining voqea joyida vafot etganini tasdiqlagan. Yana bir jabrlanuvchi shifoxonaga olib ketilayotganda vafot etgan. Indoneziyada kuchli suv toshqini yuz berdi. Xavfli hududlardan 400 dan ortiq aholi evakuatsiya qilingan. Shri-Lankada fil rossiyalik sayyohlarga hujum qildi. Rossiyalik ayollardan biri filga meva bergan. Biroq shundan so'ng hayvon kutilmaganda tajovuzkorlashib transport vositasini silkitib, uning eshigini uzib tashlagan va ag'darishga uringan. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.